Bilamiz baribir qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar har doim qiyin davrlar bo'ladi. Shu ishni boshlayotganingizda sizda mana shunaqa qiyin davrlarda o'zingiz qanaqa o'tkazgan shu narsa, qanaqa yenggansiz o'zi? Hammada ham bo'ladi. Ko'proq kitob o'qiganmiz. Ko'proq o'qib, shu baribir yaxshi bo'ladi deb harakat qilganmiz har doim. Shunda sizning motivatsiyangiz nima bo'lgan? Yaxshi bo'lib ketishini bilishingizga motivatsiya nima bo'lgan sizda? Motivatsiya ota-onam bo'lganda. Shu ota-onamda sa'y-harakatlari bilan bo'lgan hammasi. O'qi deb o'qitishgan. Shundan keyin o'zimizda qiziqish boshlangan. Mana shunaqa qilib davom etgan. Karyerangizda o'zingiz eng tub burilishi, ya'ni sizni hozirgi darajaga olib chiqishingiz nima sababi? Chunki juda ko'p implantologlar bor, juda ko'p stomatologlar bor, lekin hamma hamki siz erishgan natijaga erishmagan. Shunga qanaqa voqealar yoki nimadir bo'lgan? Shu haqida ozgina aytib bera olasizmi o'zingiz qiziq? Ota-onaning duosi ham bo'lish kerak deb o'ylayman, chunki shu 2013-yillar menda adashmasam endi jentralar modaga chiqqan paytda endi hech aytmayman u gapni, bugun gap bo'lganicha aytyapman, esimga keldi. Jentra salonga to'lov qilganman. To'lov qilib olib, endi u payt moda edi, yangi chiqqan mashinalar kam edi. O'sha yerda dadam rahmatliga olib borib berganman, salondan olib, kaliti bilan. Bolam shu sen menga mashina olib berding, senga bir samolyotlar nasib qilsin, samolyotlarda yurish deb duo qilganlar. Hammasiga mana shu duo sabab bo'lgan deb o'ylayman. Shundan keyin hammasi tezlashib ketgan.